Efir ochganimdan beri. Bitta raund yutib berolmasa hech kim mayli. Bir dona gul bormi mayli. Bitta dona gul tashlab turinglar o'sha aytganimdek. Bitta gulga ham shukr qilaveramiz biz. Men aytdim-ku, odamlar go'sht yesa, biz qotgan non yesak xursandmiz. Masalan, men uyimda bugun roltinga o'xshagan ovqat qildim. Yeyman o'shani. Davba bir kun bitta bola uyimga mehmonga keldida, "Davba, men uyimda meni o'ylama, ovqat yo'q" dedim. "Mayli" dedim, "qotgan non bilan roltim bor, yeysanmi?" desam, uyalib chiqib ketdi. Men aytdim, "Agar" dedim, "endi shu savolga bitta javob narsada bir kun bitta bonus shunaqa narsalardan men nimaga video qilmayman? Agar men video qilsam, bilasizlar qancha prosmotr yig'iladi. Bonuslar yotadi yerda ko'chalarda. Bir kun bitta bonus non yeb o'tiribdi, oddiy. Shuni qaradimda, haligi nonidan bo'lak olib turib salatim bor edi. Haligi nonidan bo'lak olib turib salat berib turib, qo'shib turib billa yeb o'tirdim o'sha yerda o'zida. Endi u nimani anglatadi? Hech narsani anglatmaydi. Bu degani hammamiz birdek odammiz. Kimdir yaxshi ovqat yeydi, kimdir qotgan non yeydi. Birdek odam. Haligi bilan shuni non bilan salat billa yeb o'tirdik. Lekin agar men shunaqalar kontent qilib chiqarsam bo'ladi, ana bittasi chiqaryapti-ku, doriga bir narsaga o'tirib qolgan bo'ladi, ana Kingston. Ko'chalarda yotibdi-ku, anaqa kofe, choy, yegulik narsalar beryapti. Kiyim-kechak. Men ham shunaqa narsalarni video qilish qo'limdan keladi. Axir bonuslar bor bizda, netda. To'lib yotibmiz. Nimaga? Chunki ular uyi bor, ba'zi birlarni dahshat uylarda yashaydi. Prosta ularning hayoti shu ko'chada o'rganib qo'ygan. Ko'chadagi bir xillarni uyi yo'q, bir xillarniki bor, prosta ko'chaga o'rganib qo'ygan. Qanaqadir spirtnoy doriga o'rganib qo'ygan. Shunaqalar bor. Masalan, menga u asosiy aytdim-ku o'sha gap. Kimdir qotgan non yesa, kimdir go'sht yesa, bir kun uni ham go'sht yeydigan payt huquqi yoki bu narsasi bo'lib qoladi. Keyin haligi bola, haligi tanish shim bilan borku umuman gaplashmadim ham, umuman yurmayapman o'shanaqalar bilan. Nimaga? Chunki men unaqa kurtoy, platsavatsalar bilan gaplashmayman men. Mendaqa odam yo'q. Mendaqa odam bo'lsa, o'shanaqalar bilan do'st bo'lganing yaxshi. Mana bunaqa qotgan non yesang, mana buni bersang yemasa, u delovoy odam deb hisoblayman unaqalarni. Delovoy. Dangal, men haqiqat narsani aytyapman. Davay, bo'pti. Bitta raund yutib beraman.